Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. Yana bitta kat yo'limizni o'zimiz mahallaga, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'iga o'rnatib berdik. 10 minut, 15 minut bo'ldi, 43 gradusga chiqdi. Yaxshi, zo'r. Xohlasa tepalariga ham o'tib yonyapti, xudo xohlasa. Layner elektrli 220 motor. Retortni garilgamizdan o'rnatib berdik. Ko'mirlar. Belalma ko'mir. Qumi ko'proq ko'mir ekan. Bu 30%, 40% qumi bor. Tushadigan joyi bor. Yonishlari zo'r. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli kategoriyalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. 215 tok 45 gradusga chiqdi.